Men Minecraftga Nokia qo'shdim. Bu oddiy emas. Undan qurollar ham yasash mumkin. Bu qiziqmi? Qani olg'a. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zorda YouTube kanali egasi Zorda. Bir tiyinga qimmat ismingizni kimga qizig'i bor? Bugun bizda Nokiadan qurollar yasash mumkin. Qani go. Birinchi bo'lib atrofni ko'rib qandaydir tekislikka chiqib olsam yaxshi bo'laychi. Tepalikka chiqdim. Tepalikdan shuna o'ngga chapga qarab bordim. Yurdim. Bir to'xtam, qarasam balandda ekanman. Changni ko'tardim keyin. Bu esa dohiyona bo'lib chiqdi. Chunki uzoqda qishloq bor ekan. Montajlik kuchi bilan qishloqqa yetib keldim. Xo'sh, endi esa qishloqda insof bilan boraman. Kelyapsizmi? Kelamiz. Xo'p, Nokia yasash uchun kerak bo'ladigan narsalar: temir, mis, oynadan panel va yana redstone. Короче, redstone topib keldim, skelet bu yerda otib qoldi. Bu yoqqa qarasa 3 ta zaharli urgubcha kelyotibdi. Короче, kuchim yetmasdi, tushib turib prosta qochdim. Prosta qochib yashindim. Xullas, g'ordan amallab chiqib oldim. Keyin endi qishloqqa yetib, oldimda lava ko'li bor ekan. Keyin Nokia yasashib kerakligini tushunib, quvab kelib, ko'vertishni boshladim va Nokia yasadim. Sizlar craft kurslarimi? Hozir chiqay. Xullas, mana shunaqa craft qilish kerak. Nokiadan qurollarni 1, 2, 3 mana bunaqa qilish kerak. Montajlik kuchi. Menga olmas kerak. Nokia. Yo. Qani? Voh. Nokia chaqiraylar. Nihoyat shu Nokia yasam. Ketaman, yusman. Voy. Yana diamond. Yeah. Yo'q. İşte bo'ldi, u bitti. Nima yetib qolar? Ay, bitta tashlab ketyapman. Xullas, g'ordan chiqib olib turib, ish qilishni boshladim. Nokiada qurol yasash kerak edi. O'tiraveraman. Xullas, qaytib keldim, yasashni boshladim. Afsuski xato qildim. Bunday yasalmas ekan. Yana xato qildim. Birinchi martaga bu o'xshatalmam. Va yana urib ko'rdim.
Yana xato. Desa bu sefer to'g'ri chiqdi. Hozircha bor yo'g'i ikkita qurol yasaldim. O'sha Nokia'lik kirka orqali obsidian buzib olib, Nether ketishga tayyorgarlik ko'rdim. Nimagadir shu portalda qishloqqa urgib yurib qoldi. Qishloqqa yugurib keta boshladim. Ozgina Nokia qilich bilan o'ynab turib, keyin ozgina qishloqlarni ham qiynadim. Portalga shu joyda munosib topdim, portal urishni boshlab yubordim. O'ylaganimda sal kattaroq portal qurib yubordim lekin. Keyin endi portalda yoqdim. Endi portal kirmoqchi edim, menga Nokia'da birayda kerakligisi tushib qoldi. Borga borib ozgina temir kovlab, Nokia biraydalarni yasashni boshladim. Nokia biraydalar temir va olmosni Specific Temple'da qo'shish orqali yasalishini aytib o'taman. Netherga Bluely tayyorgarlik boshladim. Va Nether ketishga to'liq tayyorlab olish uchun to'liq set yasash kerakligini tushunib yetdim. Ya'ni Nokia'da barcha qurollar. Как бы скорость. Оп, нет, взрыв. Взрыв. Арена. Оп. Ая, арена. Вау! Смотри, кисаула. И шахта. Ты пусто. Netherga kirib oldim va Netherda o'z ishlarni boshladim. Netherda menga kerak narsa bu Blaze Rod edi. Chunki men Endga bormoqchi edim. Endi esa ozgina tezlashtirilgan kadr boshlandi. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama, a mi cama. Dime si vienes a mi cama, a mi cama, a mi cama, a mi cama. Dime si vienes a mi cama. Mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama. Topda. Olislar sizlarga ham o'rgataman. Garage Fortress ko'pincha Foustiga tarafda ular. Garage ozgina gaz bilan o'ynayordim. Gazga tupurgan holda Fortress kirish boshladim. Cherib bor. Viza chaqiramiz. Xato. Voy, cho'tki maqsad bo'libdi. Xullas kelam, bugungi maqsad. Qo'limda turgan Wizard skeletni kallasini etni kemasiga qo'yish. Bugungi maqsad shularni xudo olgan. Sarali etga boqdim. Lezrotda yig'ishdayim. Ko'rib maza qiladi. Lezrot tarqilib, cho'chqalar bilan savdolashib, Ender Pearl olishga qaror qildim. Xullas kelam, bu cho'chqalar sal-sal suv chiqdi. Bor yo'g'i ikkita Ender Barbarat oldim. Shu bilan kukurman qidirib yo'lga chiqdim. Video yozib olib berdik-a. Oz bilib qoldim. Nimaga? Bu vaqt ichida Endermanlar urvor kelishga ulgurdim.
Ender Pearl'ni hal qildim. Va oldimda Bastion bor ekan. Nimagadir shu Bastionga kirmoqchi edim. Nimagalga aytib o'tadigan bo'lsam, menga bor yo'g'i bir dona obsidian kerak edi. Bor yo'g'i bir dona. O'shani cho'chqalar bilan savdolashib yo sandig'idan topib olaman dedim. Meni ovqatim tugab qoluvdi, shuning uchun zombi cho'chqalar oldirib, zombi go'shtini olib yemoqchi bo'ldim. Lekin zombi cho'chqalar men o'ylagan ancha kuchli ekan. Va shu komandasi bilan kelib turib xullas qaram zombi cho'chqalar sal kuchliligini his qildimda Bastionning ichiga qochib kirdim. Shu joyga ahmoqlik qilib qo'ydim. Yaxshi tarafi obsidiansidan tashqari chiqib oldim. Xullas qalam stronghold qidiruvini boshlab yubordim. Yurdim. Yo'ldan ozgina ovqat to'plab ketdim. Hozir sizlarga chiroyli montajcha bilan strongholdga borganimni ko'rsataman. 1 2 3. Bora, Barbara o'tdi. Hali yuribman. Topdim. Shuncha vaqt Prostaday ketdi. Endi esa asosiy maqsadga bir qadam qoluvdi. Men Nokia qilich bilan Moonbend kristallarni sindirishga urindim, sindira olmadim. Keyin Nokia kamonini ishlatdim. Keyin Ender Pearl oldim. Lekin bu Ender Pearl meni ajalga boshladi. Obsidianga tiqilib o'lib ketyapti. Bunaqa o'limni hech kim orzu qilmasa ham kerak. Va o'ldim. Dragon sen o'ldiraman shu. Kadar cıvıt trabız. Aşı cıvıt trabız. Botlarcha Ender meni shapaloq yeb o'lib ketdim. Ender beni o'ldirdi hozir. Shu chul gap yetmasmidi? Bu yoqda Ender beni. Nasab pulda bor. Dragon bilan endi epichskiy jangni boshlaymiz. Avval kristallarga chiqib oldim. Keyin bitta hammasini yo'q qilishni boshladim. Shu paytda Dragon menga tupurib yubordi. Keyin men ham uni basharasi tupurmoqchi edim, kuchim yetmasligini tushunib qoldim. Keyin tap borib turib, uni padishlikka kristallarni sindirmoqchi bo'ldim.
Xullas kalam hamma kristallarni bitta-bitta yo'q qilib chiqardim. Nokia komanda bagi bor ekan. Asta-sekin hammasini yo'q qilish boshladim. Bunisiga hech kelash Ender Pearl bilan yana o'lmaydi qurib chiqishni boshladim. Afsuski men yo'q bo'lingan ekan. Ahmoqman. Yo'q bo'linganga chiqdimda shu bilan hammasi bitta-bitta qoqishni boshladim. Yana dragon tupurdi. Keyin o'yinni boshidan beri ko'tarib yurgan oltin olmam edim. Va dragonni oxir kristali borligi bilmay bilan urushda davom etdim. Gada. To'xta. Endi dragon nimaga o'ldirdi? Maqsadni amalga oshiramiz. Bo'ldi. Kallasini etdi kemasiga qo'yish. Biz endi dragonni o'ldirma, ashmashni qo'yib ketmaymanmi? Xullas kalam. Maqsadni amalga oshirdim. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa obuna bo'linglar. Ikkovini ham qilganingizsa bemalol qilaveringlar.